Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Ko'p ayollar eshitgan, eringga itoat qilsang jannatga kirasan deb. Lekin bu gap erkaklarni bir savolga boshlaydi. Unda erkaklar jannatga nima bilan kiradi? Bugun shu haqda suhbat quramiz. Erkak va ayol jannat yo'lidagi farqlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: ayol 5 vaqt namozini o'qisa, ro'zasini tutsa, avratini saqlasa va eriga itoat qilsa, unga jannat eshiklaridan istaganingdan kir deyiladi. Ibn Hibbin rivoyati 4163-hadis. Bu hadisda ayolning jannat yo'li oddiy qilib, lekin ulkan sabr va mukammal qilib izohlangan. Erkak uchun jannat yo'li qanday? Erkak jannatga boshqa yo'l bilan kiradi. Uning jannat eshigi mas'uliyat va rahbarlik orqali ochiladi. Oila rahbari sifatida adolat qilish. Er kishi o'z ahlining cho'ponidir. U o'z qo'l ostidagilarga mas'uldir. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Eng yaxshi tuhfa bolaga yaxshi tarbiya berishdir. Kim halol rizq izlab charchasa, gunohlardan mag'firat qilinadi. Taboroniy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: sizning eng yaxshingiz ayoliga eng yaxshi muomala qiluvchingizdir. Termiziy rivoyati 3895-hadis. Jannat ayoliga itoat bilan, erkakka esa g'amxo'rlik, sabr va rahbarlik bilan berilar ekan. Erkak qiyomatda shunday so'roqqa duch keladi. Qiyomat kuni banda qadam qo'ymasdan oldin 4 narsadan so'ralmaguncha joyidan siljiy olmaydi. Ulardan biri ahli haqida, ularni qanday boshqargani haqida. Imom Termiziy 2417-hadis. Allohning rahmati keng. Ayol itoat, ibodat va poklik bilan, erkak esa mas'uliyat, mehnat va adolat bilan jannatga kiradi. Har bir kimsa o'z o'rnida sog'lom va sof niyat bilan yashasa, jannat eshigi ochiqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolarimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Alloh taolo siz va bizlarni bu dunyoga yaxshi amallarni ko'paytirishlik uchun, savob amallarimizni ziyoda qilmoqlik uchun va bu amallarimiz kitobga yozilib, ertaga tarozda tortilganda og'ir kelsa-yu, buni mukofotiga jannatga kirsak degan orzu bilan kelganmiz. Mana shu maqsadda Alloh bizni yuborgan. Hammamiz bir imtihondamiz azizlar. Shuning uchun har doim o'ylab yuramiz, nima qilsak ekan? Qanday qilsak amalimiz ko'p bo'lar ekan? Zero daftarimizga yozilayotgan savoblarimiz juda ham oz-ku. Ertaga taroziga qo'yilganda og'ir kelmasa-chi? Tarozini bir tomoniga gunohlar, bir tomoniga savoblar yozilgan daftar qo'yilganda gunohlar yozilgan daftarimiz og'ir kelsa nima qilamiz degan u erkak ayol bo'lsin, katta kichik musulmon mu'min hammamizda bu tashvish bor. Shuning uchun mu'min odam, musulmon odam ba'zan mana shu tashvishlarni qilganda nima qilsam ekan degan savollarni berar ekan. Sahobalar ham zero payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning oldilarida ham nafas bo'lib yurgan bo'lsalarda mana shunday tashvishlarda yurgan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam sahobalardan birlariga ajib bir kalimani o'rgatgan ekan. Bu kalima tarozda og'ir keladigan, Alloh yaxshi ko'radigan kalima deb aytadilar. Keling mana shu kalimani bugun sizlar bilan o'rganaylikda, tilimizni mana shu kalimada doim zikr qilib yurishlikka odat qilaylik. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki: "Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim."
Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ya'ni Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, ikkita so'z bor. U tilga yengil, tarozida og'ir, Rahmonga suyukli. Alloh yaxshi ko'radi. Bu qaysi ikkita kalima desa, subhanallohi bihamdihi, subhanallohil azim debdilar. Mana shu ikkala kalima aytilishga juda ham oson. Qarang, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Subhanalloh degani Allohni har qanday nuqsondan poklab eslamoqlik. Ya'ni Alloh har qanday nuqsondan pok deyapmiz. Va bihamdihi, Alloh taologa hamdlar, shukrlar bilan eslanyapti. Subhanallohil azim, ya'ni ulug' bo'lgan zot Alloh pokdir. Mana shu kalima, qisqagina kalimani Rasulimiz alayhi salatu vasallam o'rgatdilarda aytdilar. Mana shu kalima aytilishga oson, ammo tarozida og'ir dedilar. Qarang, tashvishimiz bor-ku, tarozida og'ir kelsa edi deb. Mana shu kalima taroziga ikki kalima bo'lsa ham juda og'ir bo'lib tushar ekan. Agarki buni rostdan qalbimiz bilan aytsak. Shuning uchun juda ko'pchilik bizdan so'raydi, nimalarni aytib yursam. Hozir juda ham duolar to'g'risida kitoblar ham ko'p chiqqan, tavsiyalar ham ko'p, hammasini ham aytishga qiynalamiz, ammo mana shu Rasulimiz alayhisalom o'rgatgan kalima ekan azizlar. Tilga yengil, tarozida og'ir, Robbimizga suyukli. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Ibn Umar radhiyallohu anhu sahobalarning zikrini tilidan tushirmasligini aytadilar. Sahobalar namozdan keyin ham, sahar paytida, uyda, bozorda, hatto savdo molini ushlab turganda ham tillaridan subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim degan kalimani qo'ymagan ekanlar. Tarozida og'ir kelishini eshitganlar-da. Shuning uchun ham biz bugun buni ko'p aytishimiz kerak. Bugun juda ham shoshqin hayotdamiz azizlar. Telefonga bog'lanib qolganmiz. Xabarlarga, dunyoviy gaplarga vaqt topamiz. Bir kunda necha soatimizni bekorsiz suhbatlarga sarflab boramiz. Ammo bir daqiqa bo'lsa ham Allohni zikr qilishga ajratmaymiz-da. Allohni zikr qilib turish kerak, Allohni eslab turish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, Imom Buxoriyda keladi. Man qala subhanallohi va bihamdihi fi yawmin 100 marra deydilar. Kim agar bir kunda 100 marta mana shu subhanalloh bihamdihi da aytsa, gunohlari kechiriladi. Agar u gunohlari dengiz ko'pi kechalik bo'lsa ham dedilar. Imom Buxoriyda keldi bu hadis azizlar. Shuning uchun tilimizni shunga odattiraylik. Keyingi paytda tillarimiz nimagadir haqoratga o'rganib qoldi. So'kishlikka o'rganib qoldi-da. Oddiy gaplashganimizda ham og'zimizdan doim haqorat chiqadigan bo'lib qoldi. Alloh bizni kechirsin. Tilni nimaga o'rgatsa, shunga o'rganar ekan azizlar. Bir inson umr mobaynida biror marta ham kalima aytmagan ekan. Odamlar aytsa ham ha endi deb qo'yar ekanda, u odam o'zi qanaqadir bir bog'lamlik narsani sotar ekan hayotda. Jon berayotganda la ilaha illalloh kalimasi o'rniga 2 bog'lami mana shuncha so'm deb jon bergan ekan. Til shunga o'rgangan. Oxirida ham shu chiqar ekan. Ba'zan tilimizni zikrga burib turaylik. Bu mana shu zikrning eng osoni, tarozida og'ir keladigani, gunohlarimizni ketkizishga sababchi bo'ladigani sahih hadisdan olingan mana bu zikrni siz azizlarga in'om qildik. Birgalashib eslamoqlik uchun. Bu 2 kalimaki tilga yengil, tarozida og'ir, Robbimizga suyukli. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Alloh tilimizni zikrda bardavom qilsin.